Nyu-Jersiylik qiz Sara Stern 2016-yil dekabr oyida uning avtomobili tashlandiq ko'prik ustidan topildi. Shundan keyin qiz bedarak yo'qoldi. U ko'prikdan sakrab o'z joniga qasd qilgan deb hisobladi ko'pchilik. Ammo Sara bilan sodir bo'lgan asl voqea ancha fojiali bo'lib, Nyu-Jersi shtatining Neptun okrugini larzaga soldi. Liam McKetesni Sara g'oyib bo'lish ishi bo'yicha so'roq qilingan birinchi shaxs edi va politsiya uni gumonlanuvchi sifatida jiddiy qiziqish uyg'otishidan oldin u bilan kamida yana 2 marta gaplashdi. U qizni bolaligidan bilardi va politsiyaga Stern qochmoqchi ekanligi haqida hikoya qildi. Ular bolalikdan beri eng yaxshi do'st edilar. Ammo yuqori sinflarda ularning qiziqishlari turlicha bo'la boshladi. Sara softbol o'ynardi. Suzish jamoasi a'zosi edi. Fotosuratlar va raqamli mediaga qiziqardi. Liam esa xotirjam edi va ko'p vaqtini eng yaqin do'sti Preston bilan o'tkazardi. Ammo ular do'stlar davrasida hamon muloqot qilishardi va Liam o'zining Facebook sahifasida Sarani oila bo'limida singlisi deb atagan. Liam Sarani o'zining eng yaxshi do'sti Preston bilan yaqinroq tanishtirgach, Preston unga Neptun shahridagi maktablarida birga bitiruv baliga borishni taklif qiladi. Preston bitiruv balida uning kavaleri edi va Liam ham balga birga borgan do'stlar davrasida edi. 2015-yilda maktabni tugatgandan so'ng ularning uchalasi ham Neptunda qolishdi va ularning do'stona munosabati davom etdi. Saraning tanishlari aytishicha, u har doim Preston va Liamni o'zi bilan olib kelardi va ular yaxshi yigitlar edi. 19 yoshli Sara 2016-yil 3-dekabrda g'oyib bo'lgan edi. O'sha paytda ular ham 19 yoshda bo'lgan Preston va Liam oila a'zolari, do'stlari va qo'shnilardan iborat birinchi qidiruv guruhlaridan biriga qo'shilishdi. Ular qahraton sovuqqa qaramay uni Jersi qirg'og'i bo'ylab qidirishdi. Ammo kollejning 2-semestrini endigina tugatgan Sarani 2 oy qidirganidan so'ng Liam va Preston qotillikda ayblandi. Liam Saraning o'z xonasidagi seyfida saqlagan $10,000 pulini o'marganlikda va uni o'ldirganlikda ayblanib sud oldida javob berdi. Sud Preston Taylor o'zini Saraning o'limiga sheriklikda aybdor deb tan olganidan 1 yil o'tib bo'lib o'tdi. Bu aybni tan olish bitimi uning sudda guvohlik berishni talab qildi albatta. Liam ustidan sud esa 2 yillik tergovdan so'ng bo'lib o'tdi. Uning jasadi nima uchun topilmaganligi sirligicha qolmoqda. Men bu lahzani ko'p yillar kutdim, dedi qizning otasi Michael Stern. Hech narsa Sarani uyiga qaytarmaydi, ammo hech bo'lmaganda u adolatga erishadi. 2016-yil 2-dekabr kuni juma oqshomida rasmiylar dastlab Sara Stern o'rtog'ini ko'rish uchun kechki soat 11:45 atrofida uydan chiqib ketgan va buvisidan kumush rangli mashinani vaqtinchalikka so'rab olgan deb hisoblashgan. 3 soatdan keyin Neptun shahri politsiyasi Uber haydovchisining qo'ng'irog'iga javob beradi va u Nyu-Jersi shtatining 35-avtomagistral ko'prigi tepasida yo'l chetida turgan shubhali mashina haqida xabar bergandi. Yetib kelgan politsiya tashlandiq kalitlar ichida bo'lgan mashinani topadi. Avtomobil Saraning buvisi nomiga ro'yxatdan o'tganini bilib, politsiya departamenti Neptun City boshqarmasi bilan bog'lanib, avtomobil egasini batafsil tekshirishni so'rashadi. Politsiya uyga yetib kelganida eshik qulflanmagan edi. Keyingi tergov shuni aniqladiki, avtomobilning bedarak yo'qolgan haydovchisi Sara Stern bo'lgan va uning oilasi uning qayerdaligini bilmagan. Taxminan ertalabki soat 3:40 da Belmar Veter qutqaruv guruhi Sara ko'prikdan sakragan bo'lishi mumkin degan taxmin bilan daryoda jasadni qidirish uchun yuboriladi. Qizni qidirish bo'yicha ulkan ishlar olib borilganiga qaramay, uning jasadi topilmaydi. Prokurorlarning so'zlariga ko'ra, Liam 2-dekabr kuni politsiya mashinani topishidan 1 kun oldin Sarani o'z uyida bo'g'ib o'ldirgan. Preston so'roq paytida aytishicha, ular qizni ataylab kuzatishgan va u bilan ancha yaqin muloqot qilishgan. Uni o'ldirish va o'z xonasidagi seyfda saqlagan $10,000 pulini talon-taroj qilish maqsadida uning yo'nalishini o'rganishgan. Bu pullarni Sara onasining vafotidan so'ng meros qilib olgandi.
u Sara bilan sodir bo'lgan fojiadan 6 oy oldin vafot etgan va unga katta miqdorda pul qoldirgan. Ayol saraton kasalligini yenga olmagandi. Prokurorlarga ma'lum bo'lishicha, Liam Sarani o'ldirishdan 10 daqiqa oldin do'sti Prestonga qo'ng'iroq qilgan. U Prestonga Sarani uyda ekanligini va ular kelishganidek hamma narsani qilishga tayyorligini aytgan. Ammo Liamning so'zlariga ko'ra, sudda unga qotillik uchun 30 daqiqadan ko'proq vaqt kerak bo'lgan. Oxir-oqibat yigit shunchaki o'z do'stini bo'g'ib o'ldirgan. Bu vaqt davomida Prestonga qo'ng'iroq ketayotgan edi va u Liamning qizni bo'g'ayotganini eshitgan. Qotillikdan bir necha soat o'tgach, prokurorlar va politsiyaning so'zlariga ko'ra, Liam uyga kelib, Prestondan Saraning uyiga borib, jasadni yo'qotishga yordam berishni va o'zining mobil telefonini topishni iltimos qilgan. Chunki uni uyda qayerdadir qoldirganidan qo'rqqan. Prestonning aytishicha, u Saraning uyiga borgan, do'stining mobil telefonini qidirgan. Keyin qizning jasadini tashqariga olib chiqib, buta ostiga yashirgan. Bu vaqtda Liam xonadagi tartibsizlikni tozalagan. 2 soatdan keyin Liam va Preston bolalikdagi do'stlarining jasadini panjara ustidan oshirib, mashinaning old o'rindig'iga qo'yishgan. Keyin esa Liam mashinani Saraning uyidan taxminan 2 kilometr uzoqlikda joylashgan 35-avtomagistral ko'prigiga olib borgan. Ammo guvohlar qizni mashinaning old o'rindig'ida ko'rganligi sababli yigitlar uni shunchaki u yerda qoldira olmasdilar. Prestonning aytishicha, u o'z mashinasida Liamning ortidan borgan va unga jasadni ko'prikdan daryoga itarishga yordam bergan. So'ngra Saraning mashinasini yo'l chetida qoldirgan. Bu esa o'z joniga qasd qilishdek ko'rinishi uchun edi albatta. Saraning g'oyib bo'lishi bo'yicha tergov boshlangach, YouTube yulduzlarining e'tiborini tortgach, ikki yigit o'zlarini qidiruvga kiritish orqali qotillikni yashirishga harakat qilishgan. Shundan keyin 2 oy davomida Liam qotillikni yashirishni davom ettirish uchun har bir qadamini doimiy ravishda hisoblab chiqqan. Do'stlar va rasmiylar ham Liamning Sara bilan munosabatlarini politsiyaning unga gumonlanuvchi sifatida e'tibor qaratmasligi uchun sahnalashtirilgan deb hisoblashadi. Ular hammalari do'st edilar va birga vaqt o'tkazardilar. Ammo Liam politsiyaga u o'zining eng yaxshi do'stini yaqinda yo'qotgandek ko'rsatishga harakat qilgan. Saraning haqiqiy eng yaxshi do'stlari bo'lgan barchamiz o'zimizdan chiqib ketdik, deyishdi qizning tanishlari. Liamning juda yaqin kishisini yo'qotgandek o'zini tutgani haqida ham aytishdi. Biroq ularga ba'zi paytlarda u ortiqcha rol o'ynayotgandek tuyulgan. Ammo bunga ahamiyat berishmagan. 2016-yil Yangi yil arafasida tergovchilar Liam va Prestonning sobiq sinfdoshidan ma'lumot olishdi. U bu ikki shaxs politsiya qidirayotgan gumonlanuvchilar ekanligini va buni isbotlovchi yozib olingan suhbati borligini da'vo qildi. Yozuvda Liam qotillikni va uning sababini batafsil tasvirlagan. Sizni ehtimol bu yozuvning ishga mutlaqo aloqador bo'lmagan yigitda qanday paydo bo'lganligi qiziqtirar. Liam do'stining telefoniga ulangan, o'zining Facebook sahifasidan chiqib ketmagan. Do'sti esa uning Preston bilan yozishmalarini o'qishga qaror qilgan. 2017-yil 1-fevralda Liamga qotillik, til biriktirish, hibsga olishga to'sqinlik qilish va inson qoldiqlarini tahqirlash kabi ayblovlar qo'yildi. Barcha tergov va qidiruvlar 2 yil davom etganligi sababli ayblov paytida 21 yoshda bo'lgan Liam va 22 yoshda bo'lgan Preston hudud okrug qamoqxonasida panjara ortida qolishmoqda. Bu ikki kishi sud oldida javob berishidan oldin Preston muddatini qisqartirish uchun aybni tan olish va tergov bilan hamkorlik qilish bo'yicha kelishuvga rozi bo'ldi. Kelishuvda Preston Saraning jasadini ko'prikdan tashlab yuborishdi, talonchilikni amalga oshirish uchun til biriktirishdi, moddiy dalillarni soxtalashtirishda va hibsga olishga to'sqinlik qilishning 2 epizodida o'zini aybdor deb tan oldi. Unga 20 yildan so'ng ozodlikka chiqish imkoniyati bilan umrbod qamoq jazosigacha bo'layotgan hukm xavf solgan edi. Yigitning o'zi aytganidek, u qotillik haqidagi fikr bilan yashay olmasdi va qilgan ishi uchun iqror bo'lishi kerakligini his qildi. Prestonning iqrorida u avgust oyida Saraning onasidan pul olganini va pullar uning xonasidagi seyfda saqlanayotganini bilib, uning eng yaqin do'sti qanday qilib qotillik fitnasini tuzganini aytib berdi. Sarani o'ldirgach, bu ikki kishi seyfni buzishgan, pullarni olib ketishgan. So'ngra bo'sh seyfni Shark River parkiga ko'mib tashlashgan deb xabar berdi Preston prokurorlarga. U o'g'irlangan pullarni
Sandi haqda ko'milgan boshqa seyfga joylashtirgan. Politsiya Sara Stern ishi bo'yicha bog'liq bo'lgan ikkita ko'milgan seyfni topdi. Ulardan biri Sandi haqda bo'lib, unda taxminan $7,000 bor edi. Ikkinchisi esa Shark River parkida bo'lib, u yerda Saraning kiyimlari topilgan. Ammo prokurorlar yigitlar qolgan $3,000 qayerga yashirganini topisha olmadi. Axir Preston sudda bu ikki kishi $10,000 o'g'irlaganini xabar qilgan edi. Neptune City politsiyasi ommaviy axborot vositalariga qolgan $3,000 topilmaganligini xabar qildi. Sud majlisidan oldin Liamning advokati Carlos Diascobo Daily Beast nashriga shunday dedi: Mijozimiz hech qanday aybni tan olishga qiziqmaydi. Har doim o'zining aybsizligini ta'kidlagan va biz sudga borishga tayyormiz. Prestonning iqroridan bir necha soat o'tgach, sud hakamlar hay'ati Liamga qarshi 7 band bo'yicha xulosa chiqardi. Uning ayblovlarini oshirdi va jazosini og'irlashtiruvchi omilni topdi. U shartli ravishda ozod qilish imkoniyatsiz umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Ogoh bo'ling va xulosa chiqaring. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang.